Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Bugun mana navbatdagi oldayvor romimizni sizlarga qisqacha video qilib tashlayapmiz. Bu ishimiz uzunligi 4 metr, qadrli obunachilarimiz. Akifani originaldan G306 dan qilib berdik. Mana usullarni ham chiroyli qilib alkafollar bilan o'rab, hamma yo'g'ini go'zal holatda chizib berdik. Qanoti bittadan ochilish, romning o'rtasidan. Bu romimizning uzunligi 4 metr, bo'ylari 210. Bu ishlarni hozir sizlarga qisqacha tanishtirib o'taman. Eshiklariga keladigan bo'lsak, mana eshiklarining enlari 1.10 ga 2.60. Zamonlari ham mana har doimgidek original. Hidropalari go'zal holatda. Uyimizning ichki holatlari romlarga pedagoglarni chiroyli qilib joylab qo'ydik. Xudo xolasa joylariga juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Uchkalarimiz ham har doimgidek original. Qo'shimchalarimiz ham original holatda. Romning ochilish ligrovkalari ham yengil. Go'zal holatda. Bu ishimizni общий narxiga keladigan bo'lsak, 6.500.000 so'mga o'rnatib berdik, qadrli obunachilar. Hamma yo'g'i xudo xolasa original. Oynalari bir qavat, seriya o'zining tonirovkali qora oynada solingan. Bu xonadonimizga mana bu ishda o'rnatib berganimizga 3-4 kun bo'ldi. Bu xonalarga bitta eshik, bitta derazasini ham olib keldik. Buni mana endi o'rnatishni boshlamiz, sanab keladi. Bu derazamizning razmeri 1.35 ga 1.60. Bu eshigimiz mana ikki qanotli eshigimizni endi ustanobga qilinadi. Bu eshigimizning razmeri 1.20 ga 2.18. Bu joyga o'rnashtiriladi. Bu bitta eshik, bitta derazamizning narxi 3.700.000 so'mga qilib berdik. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'linglar. Like, podpiskalar aymaysizlar degan umiddamiz. Bu ishimizning narxi 6.500.000 so'mga to'g'ri keldi. 4 metr uzuni, romning bo'ylari 2.10, bitta ikki qanotli eshigi, podokoniklari hamma yo'g'i ichida. Biz telefon raqamlarimiz 90 545 88 01.